Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan cholg'u ijrochiligi fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotimizni olib boramiz. Laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi Bahor valsi, ya'ni Muhammadjon Mirzayev musiqasi. Avvalo asarimizni tahlil qilib oladigan bo'lsak, asarimizda bitta fa diyezi bor. Bitta fa diyezi bor gamma, bu sol major. Asarimiz lekin sol majorning parallel minori mi minor gammasida yozilgan. O'lchovi 2/4 o'lchovida. Notani qisqartiruvchi belgilardan repriza va volta ishtirok etgan. Asarimizning dinamik belgilaridan mezzo forte, forte, piano belgilari mavjud. Asarimizda notani uzaytiruvchi belgilaridan liga va ligata belgilari mavjud. Asarimizda melizmlar bu musiqiy bezaklar hisoblanadi. Musiqiy bezaklardan farshilak ishtirok etgan. Asarimizda o'rganish uchun eng avvalo har bir mavzuni, ya'ni 4 takt yoki 8 taktda second tempda sanab turib ijro qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni boshida mezzo forte belgisi bor, bu o'rtacha balandlikda degani. Hozir bu yerda biz reprizalar bilan ijro qildik. Asarimiz 3/4 o'lchovida yozilgan. 1 2 3, 1 ham, 2 ham, 3 ham, 1 ham, 2 ham, 3 ham shu tartibda sanaladi. Yana boshidan shu yergacha ijro qilib beraman. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Xuddi shu joyni siz bir necha marotaba sanab turib ijro qilishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari kamida 7-8 martadan takrorlab olishingiz kerak. Undan keyin keyingi mavzularga o'tsak bo'ladi. Keyingi mavzumiz si tovushidan boshlanadi. Forte belgisi bor. Forte degani baland ijro qilish degani. Mana endi yangi mavzuga o'tamiz. Yangi mavzumiz mezzo fortedan, ya'ni o'rtacha balandlikdan boshlanadi. Bu yerda reprizalar qo'yiladi. Reprizada dastlabki mezzo forteda ijro qilinsa, ikkinchi marta takrorlaganda mezzo piano yoki pianoda ijro qilinadi, hattoki asarda shu belgi qo'yilmagan bo'lsa ham.
asarning o'sha mavzusidan kelib chiqqan holatda xuddi shunday ijro qilsak bo'ladi. Endi davom etamiz. Bu yerda forte belgisi bor va doga diyez qo'yilgan. Bu yerda tasodifiy alteratsiya belgilari hisoblanadi. Mana hozir birinchi voltani chaldik, keyin ikkinchi voltaga o'tamiz. Takrorlashdan keyin bu eng katta avji hisoblanadi. Bu yerda ham do diyez bor, ham mellizmlardan farshilik belgisi mavjud. Mana birinchi voltani ijro qildik. Endi reprezadan keyin ikkinchi voltaga o'tamiz. Hozir bu eng katta avji hisoblanadi. Bu yerda do diyezi bor va farshilik, ya'ni melizm, musiqiy bezaklari mavjud. Endi yangi mavzuga o'tamiz. Bu yerda xuddi dastlabki boshida ijro qilinganday, xuddi shu yerda takrorlanadi. Forte belgisi bilan si dan boshlanadi. Takrorlash belgisi. Oxirida rita nota belgisi bor. Rita nota belgisi bu sekinroq, cho'zibroq ijro qilinadi. Ya'ni asli notasida bo'lsa, rita nota qo'yilsa, xuddi shu tartibda ijro qilinadi. Endi boshidan oxirigacha tempoda ijro qilib beraman.
Mana sizlar bilan bugun Muhammadjon Mirzayevning Bahor valsi asarini sizlar bilan birga ishladik. Sizlarga topshiriq asarni bo'lib sekin tempda har bir mavzusini, ya'ni 4 yoki 8 taktini 7-8 martalab takrorlab, yaxshi o'rganib, keyingi mavzuga o'tasiz. Asarni oxirigacha tayyorlab kelish. E'tiboringiz uchun rahmat.